Assalomu alaykum YouTube, Instagram tomoshabinlari. Kanalimiz a'zolari. Qadr qimmat obunachilarimiz mana ekan. Hammaning tanjayini sog' bo'lsin, umrini uzoq bo'lsin. Yangi mehmonlar kanalga obuna bo'lamiz. Bugun manzilimiz Namangan viloyat, Namangan shahar Ramaka qush bozori. Bozor haftaning har yakshanba kuni bo'ladi. Bugun kuniga 18-yanvar 2026-yil. Bu joyda har xil turdagi dekorativ qushlar, parrandalar, tovuq, kaptar, bundan tashqari o'sha ko'rinib turgan navesda akvarium baliqlarini topishingiz mumkin. Bundan tashqari it bozori, itga qiziquvchilar uchun yoki kiyim-kechak, oziq-ovqat bozori ham bo'ladi. Bugun inshaalloh shu obzorimizni parranda bozoridan boshlaymiz. Dekorativ tovuqlardan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizni doimo kuzatib boring. Kanalga obuna bo'layotganlar ko'proq qo'shilishga harakat qiling. Like bosing videolarimiz uchun. Kommentariyada fikrlarni qoldiring. Birinchi bozor boshlashiga yetib keldik. Bu yerda dekorativ tovuqlar, parrandalar bor. Qora shahzodam aka bu? Jersey ekan. Qancha deyapsizlar aka? 300 mingdan. 300 ming so'mdan deyishyapti. Ikkita makon, bitta xo'roz ekan. Telefon nomeri aytasizmi aka? O'yda yana bormi? Yo'q, mash sotiladi, mash xolos. Sotiladigan mash xolos deyaptilar. Buni o'sha sotilib ketadi. Lekin juda katta tovuqlar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Keyin parrandalarimiz bor ekan. Buni sorti nima ekan aka? Jersey ekan, ikkita xo'roz ekan. Xo'rozmi bular? Qancha deyapsiz aka bular? Qancha deyapsiz? 400 ming so'm kam bor deyishyapti mana aka. Mana aka yana o'sha Jersey parvozlarni qo'yganlar. Telefon nomeri aytasizmi yo shart emasmi aka? Dekorativ tovuqlarimizga yetib keldik. Shamol. Akalar videoga olsam bo'ladi? Deyman. Aka bular chiroylilari faqat Namanganda ishqibozlar ko'proq bo'ladi. Xo'roz burmish. Aka narxini qancha deyapsiz ular? 700 ming so'm ekan. Keyingisichi? 800 ming so'm ekan mana. Bo'ylari Men qo'shib beramiz, bering. santimetr. Aka nechta ko'rsizlar? 720. Qaysi birini? Ikkalasini mana 720 ming so'mga real yozib olib turibdi, lekin berishmayapti mana. Bittalasini. 77 ekan telefon raqamlari. 235 5775 raqamlarga qiziqqanlar aloqa chiqarasiz. Bundan tashqari ham yana ko'p ekan bu yerda. Dekorativ tovuqlar ko'p yotdilar. Bu nima deydi aka? Bentam deydi. Bentam mana ekan, qora bentamlar ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham dekorativ tovuqlar. Narxi nech pul ekan aka bularni? 1,5 million komplekt. 1,5 million so'm aytishyapti komplekt. 4 ta makon, bitta xo'roz ekan mana. Lekin rost chiroyli ekan. Qap sizdan aka? Mana ekan. Bular zat qanaqa aka? Seramik ekan. Bular 3 ta makon, bitta xo'roz ekan. Buni komplekt qancha deyapsiz aka? Komplekt mana o'zi 700 ming. Mana makon bilan mana bitta xo'roz bor. Ular 900 ming ishtasi. 700 ming so'm xo'roz, 900 ming so'm bu. Keling oq xo'rozni komplekt aytishyapti. Telefon nomeri aytasizmi aka? 99 raqam bilan 515 95 500 qancha nechi? 515 515 95 95 00 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin mana ekan. Mana ekan. Sprite aka bular? Nima derdim ma'lum? Sprite ha? Sprite deydi. Ha, Sprite. Bular ham mana shu hozirgi raqam aytgan egalaridan ekan mana ekan. Bular narxini qancha deyapsiz aka? Bular narxini qancha deyapsiz? Qaysini? Mana Sprite'larni 1 million ishtasi. 1 million so'm aytishyapti. Yo'q, chiroyli ekan mashina. Rangi ham boshqacha ekan. Mana o'zimiz xashak tovuqlardan ekan. Lekin buni ham rangi boshqacha ekan. Qancha deyapsiz aka buni? Qancha deyapsizlar? 250 ming so'm donaga aytishyapti.
Turetskiy pulemotrop degan ekan mana ekan. Lekin bular ancha kattaroq tovuq ekan. Shu joy sotib ketaman deb telefon nomer shakilmas ekan. Mana ekan fazanli ekan, fazan. Qancha deyapsiz aka fazanni? Uchtasini $100 ashi. Mana makyonlar ekan. Telefon raqamlari 99 kodi mana. 107 39 29 raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin mana qiziqqanlar. Lekin mana endi go'zallarga kirishni boshladik mana ekan. Sibratlar. Nech pul ekan aka bu? 1.200 ming to'rttasi, 1.200 ming. To'rttasini 1.200 ming so'm narx aytyaptilar. 3 ta makyon, bitta xo'roz mana. Makyonlar tuxumda ekan. Telefon raqamlari 77 kodi bilan 379 24 83 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Yana bormi aka uyda? Bor, zero. Bor ekan, uyda bor ekan. Qiziqadiganlar. Har xil svetli turlardan bor ekan. Keyingisi koreyskiy yaponlar mana. YouTube yana. Aka narxi nech pul ekan? O'ta go'zallar ekan. Makyonlar 300 ming so'mdan. Xo'rozni 150 ming so'm narx aytishyapti. Shu yerda sotilib ketadi debdilar. Telefon nomerlarini beraman, mashg'ul osyaptilar. O'ta kichkina sortdan ekan. Bu nomini bilmaymiz, endi hozir so'raymiz nomini. Aka nomi nima ekan bularni? Zati nima ekan mana uni? Bentam degan zot ekan, lekin o'ta kichkina ekan. Nech pul aytasizlar aka? Sog' bo'ling aka. Jupini 600 ming so'mdan aytyaptilar. Hozir bu yerda bir jup, ikki jup, 3 jup ekan. Sprite ekan mana zot mana. Sprite boshqacha rangli ekan. Yengilman ekan mashina. Hammasi bir kishidan ekan. Bozori bu tomonga o'tgan ekan. Lekin mana go'zallar mana. Opa tomon nech pul deyapsiz? Qancha deyapsiz? Donasi 300 ming so'mdan deyaptilar. Ikkalasi ham makyon ekan. Bu bittasini xo'roz ekan deb o'ylayman. Mollarichi? 600 ming so'm narx aytyaptilar. Uchalasiga. İşte makyon bitta xo'rozi mana. 93 kodi bilan 671 76 41 raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin mana ekan. Qiziqqanlar uchun. Mana ekan. Shamu qanaqadir. Ekan xo'rozi yaponiya ekan mana, boshqacha rangli ekan. Mana ekan, ana bitta. Xo'rozdan turibdi hozir narxini. Aka narxini qancha deyapsizlar? 1.200 ming so'm narx aytishyapti. Ikkita makyon, bitta xo'roziga mana ekan. $300 ming so'm aytishyapti. Choynak. Choynakmi ular zati? Choynak yapon mana ekan. Nech pul ekan aka bu? 150 ming so'mdan narx aytyapti. Ikkita xo'roz, bitta makyon ekan. Mana ekan, bularni shu yerda sotib olamiz deyishyapti. Misol havo sovuralik uchun parandalar kam. Akam bozorga o'tishga harakat qilamiz. Instagram, YouTube orqali kuzatayotganlarni hammani janob sog' bo'lsin, kanalga obuna bo'lib qo'ying deymiz. Doimo bizni kuzatib beringlar. Akam bozorini oddiy qilib chiqarishga harakat qilamiz. Undan keyin Kaptar bozoriga o'tishga harakat qilib ko'ramiz.